Мы собрались с вами, чтобы почтить память и воздать дань уважения нашему земляку, уроженцу города Заинска Агашкину Алексею Ивановичу. Birinchi maktabda maxsus harbiy operatsiyada halok bo'lgan Alexey Agashkin istaligini memorial to'xtauchi chorasi bora. Rayon boshlig'i o'z chiqishida shin patriot etib tarbiyalagan anisi Anastasiya Filipovnaga rahmat so'zlari yetkazdi. Парни погибли ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны. Память об их героизме будет в наших сердцах жить вечно. Alexey Agashkin iskize yigiti istalik to'xtasi ул bilim olgan maktabda ochildi. Harbiy xizmatin havo desanti askarlarida o'tgan. O'zgan yilning sentyabrida kontrakt bo'yicha kelishuv tuzib maxsus harbiy operatsiyaga ketdi. Kishi serjant Alexey Agashkin halok bo'lgandan so'ng botirlik ordeni bilan bo'laklandi. Giroyni 1 minut tinlik bilan esga olib, istalik belgisini tirish shashaklar soldilar. Bu kunni SVOda harbiy burishini o'taganda halok bo'lgan ulkan praporshik Vasiliy Kaplin istaligida de memorial to'xta ochildi. Ochiluv chorasi Aleksandr Bistesi maktabida o'tdi. Tantanada giroyning anisi, yaqinlari, ishik sog'inda xizmat etgan iptashlari qatnashdi. Rayon boshlig'i o'z chiqishida uning botirligi, qahramonlik o'rnagi bo'lib turganini belgilab o'tdi. Vasiliy Kaplin 2006-yilda armiya saflarini olinib, ishik soqchisi askarida xizmat etdi. Harbiy burishini o'tagandan so'ng xizmatin 10 yil davomida kontrakt bo'yicha davom ettirdi. 18-yildan Obrona Ministerligi kelishuvi negizida xizmat eta boshlaydi. Chora Vasiliy Kaplin istaligini shashaklar soluv bilan tamomlandi. Odila Burxonova, Aleksandr Timofeyev, Maksim Mayorov, Zey xabarlari.